Assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana yana bitta persepimizni egalariga topshirdik. Buning razmeri 230 ga 130. Bortlari atsinkoy, poli qalin lis, 1.8 lik. Bort 40 cm, rishotkasi 70 cm. Ramalari shu yildir. Traktorning persepini risoldan qo'yilgan, baquvvat qilib mana. Taglari Xorazm viloyati Hazorasp tumani Ovshar qishlog'iga berdik. 1 tonna 600 lik qalin zamoqlar bilan qilib berdik. Mashina nomerlari. Kim shunday perseplarimiz kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Mana shu telefon nomerlari. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.